Bu videoni o'g'il bola o'tkazavoringlar. Qizlar faqatgina sizlarga eslab qolinglar bu narsalarni. Agar siz erga tegayotgan bo'lsangiz, men sizga juda ham zo'r 3 ta maslahat beraman. Mana shu maslahatimga agar rioya qilsangiz, siz o'zingizga yaxshi bir umr yo'ldosh topasiz. Birinchi meni maslahatim, erga tegayotganingizda har doim eringizning kasalliklariga e'tibor beringlar, analizlar topshiringlar. Ko'pchilik bu narsani qilmasdan erga tegib ketadi. Yo'q, bu narsaga qarashingiz kerak. Chunki siz erga tegmayapsiz, siz bolalaringizga ota tanlayapsiz. Bu degani har bitta eringizning kasali yoki eringiz avlodidagi bironta insonning kasali bu bolalaringizga o'tadi degani. Ertaga bolangiz kasal bo'lsa, biron narsa bo'lsa, siz bolangizdan ko'proq o'zingiz o'lib tirilasiz. Bu birinchi narsa. Ikkinchisi, qizlar hech qachon o'g'il bolani, yaxshi insonni, yaxshi bolani siz klubdan topmaysiz. Klubga borishlarini yosh qizlarimizga iltimos yig'ishtiringlar. Bu narsani topaman deb o'ylab, o'sha yerda topibman, vaqtimni topib keta olaman desanglar, adashasiz. U bola hech qachon sizlarga uylanmaydi. Bu narsalarga aytmaman. Uchinchisi bo'lsa, mana qatdan topishlar, hozir uchinchisidan keyin aytaman. Uchinchisi bo'lsa, sizlar gelik so'rayapsizlar. Ko'pchilik qizlarni eshitaman, menga gelik bersam, menga uncha bersam, baxirga. Qizlar gelik so'rashdan oldin men sizlarga bitta narsa aytaymi? Men juda ham ko'p dunyodagi eng boy insonlar bilan o'rtaman. Bu degani Forbesda kirgan odamlardan tashqari, bu prям juda ko'p har xil millionerlar bilan o'rtaman. Ularni ayollari bilan ham o'rtaman. Естественно, oilaviy o'rtamiz. Ularni ayollari bilasizlarmi qanaqa qizlar? Ishoninglar, mendan figurasi ham, tashqi ko'rinishi ham 10 barobar o'tadi, lekin kam emas. Ya'niki men ayol kishi bo'lib turib, hali qizni figurasiga, hali qizni tashqi qiyofasiga o'zim oshiq bo'laman. Bu bir. Ikkinchidan, ularning intellekti siz bilan kamida 4 ta tilda gaplasha oladigan bo'ladi u qizlar. Вот. Undan tashqari politika to'g'risida, tarix to'g'risida juda yaxshi biladigan bo'ladi. Yana kamida vысшее образованияsi bitta bo'ladi. Psixologiya, manipulyatsiya, hamma narsani juda ham zo'r biladigan qizlar. Ular bilan o'tirsanglar, любой tema bo'yicha gaplasha olasizlar. Uchinchisi, u qizlarda qanaqa? Ovqat qilish masalasiga kelsak, men ovqat qilmayman deydigan qizlar bor-ku. Mana men sizlarga aytaman, o'sha Amerikadagi millionerlar ham, Yevropadagi millionerlarning ham ayollari, men kamida ikkita mana kuxnyani bilaman, o'zbekcha va yevropeyskiy bo'lsa, ular bir 5-6 ta xillik kuxnyalarni biladigan bo'ladi. Hamma ovqatlarni cho'tki qiladi. Undan tashqari ularning hobbisi yo ot minishi, yoki pianinoda o'ynaydi, yoki tam vokalida zo'r. Men bitta pianino chalishni bilaman. Ular bo'lsa, mana men tanigan 2-3 ta o'rtoqlarim, ular qanaqa? Ular vokalda ham zo'r, pianinoda ham zo'r o'ynaydi, ishonasizlarmi? Undan tashqari skripkada ham zo'r chalishadi. Mana shunaqa bo'ladi ular. Yana ular nima bilan shug'ullanadi bilasizlarmi? Kamida dizayner yokida arxitektor, nimadir qo'lida hunari ham bor. Bu degani eridan tashqari holatda ham o'zini o'zi bemalol sodержать qila oladi. Eri faqatgina o'sha bir-biri bilan oila qurish uchun, stabilniy hayot uchun. Ular bilan gaplashayotganda spokойно, xotirjam o'tiradi. Erini ko'yniga qarash ular uchun malol kelmaydi. Takже eriga ham u qizlarning ko'yniga qarash umuman malol kelmaydi, chunki biladi, что xotini o'ziga ham bu narsani позволить qila oladi, lekin shu narsani xotini uchun qilib bergisi keladi. Mana shunaqa erlar bo'ladi. Unaqa erlarni qatdan topsangiz bo'ladi. Unaqa erlar klubda, tam ko'chalarda yurmaydi, hech qachon har doim biznes встречаlarda bo'ladi. Yokida golf klublarda, qanaqadir ot minadigan joylarda, yokida bir galereyalarda bo'ladi. Men hozir o'ylanib qolganim, просто o'zbekchaga o'girishga harakat qildim. Shuning uchun ular sizlar bilan gaplashayotganda, bundoq ularga qiziq bo'lish kerak-da, siz bilan gaplashayotgan. Agar siz niyatchon bo'ladigan bo'lsangiz, kechirasiz.